Assalomu alaykum. Bu roadmap.sh sayti. Bu sayt open source, ya'ni GitHubda yangilar boriladi har doim. Shu yerda o'zingizni akkauntingizni yaratib o'rgansangiz bo'ladi. Har xil roadmaplar, tayyor roadmaplar bor. Biz uchun qiziq bo'ladigani cyber security roadmap'i ochadigan bo'lsak, bu yerda mana strik bor. Har kuni kirsangiz yangilar, ya'ni o'zgarib boradi, ya'ni strik yig'ilib boradi. Bu yerda bu roadmap'i yuklovsiz bo'ladi, download qilib PDF'ini. Hop, akkaunt yaratganingizdan keyin o'zingiz progressingizni ko'rib borish uchun mana bunaqa belgilasangiz bo'ladi. Ya'ni bajarildi deb. 1% bajarilgan. 300 bittadan 2tasi ya'ni bajarilgan chiqibdi. Sichqoncha o'ng tomoni bo'lsa, ustiga chizib qo'yadi. Xullas, CTF'lar mana bu yerda keltirilgan fundamental skilllar. Boshidan boshlasak, fundamental IT skilllar, ya'ni kompyuter hardware, ya'ni kompyuter qismlari mana shunaqa ozgina yozilgan. Har bittasida bosganingizda shunaqa chiqadi. Keyin bu yerda artikl bo'ladi yoki videosi. Mana artiklni bossangiz, artikl ochiladi. Bu ingliz tilida albatta hammasi. Bitta o'qib, kami nima, mana SSD nima, shu haqida videolargacha bor, mana o'rgansa bo'ladi. Other components to work properly, but it is kind of the heart of the PC. Kompyuter qo'yapti. Keyin bu yerda Google yoki YouTube shuni bosadigan bo'lsangiz ham tayyor chiqarib beradi. Prefilled, ya'ni search query. Google bosadigan bo'lsangiz mana tayyor yozib beradi. Yozib o'shani qidirib beradi. Mana keyin shu yerdan qarab saytlarga kirib o'zingiz o'rgansangiz ham bo'ladi. Har bittasi shunaqa tayyor yozilgan. Connection types, ya'ni ulanish turlari, ya'ni internet, Ethernet kabel bilan LAN orqali, Wi-Fi orqali, Bluetooth va har xil. Bu yerda artikllar bor ekan. Xullas, fundamental IT skills bu yerda uni yana qismlarga bo'lingan. NFC, Bluetooth, Wi-Fi shu narsalarni bir o'rganib chiqish kerak. Ya'ni Windows, Linux, macOS mana bu yerda mana CLI'ni qanaqa ishlatish kerak, permissionlar mana xullas hammasi yozilgan. Bundan keyin keladigan bo'lsa, mana bu yerda networking mana networkingda ham har xil basiclar, anaqalari, IP haqida terminlarni tushunish, mana WANlar nima, switch nima, shularni bilish kerak. Ma'lumotlarni bilish kerak. Xullas hammasi yozilgan mana. Virtualizationlar yozilgan mana. Keyin bu yerda sertifikatlar ham bor o'tgancha. CTF'lar va sertifikatlar. Sertifikatlar haqida yozilgan. Qayerlarsa bo'ladi OSPga. OSPni o'zini veb-sayti mana. Xullas hammasi yozilgan. Roadmap. Shu yerdan bir chekkadan boshlab o'rgansa ancha ko'p ma'lumotlar berilgan bu yerda. O'zim ham shuni bir chekkadan o'rganish boshlaman, xudo xolasa. Boshqa roadmaplar bor mana. Related roadmaps, ya'ni shunga aloqador roadmaplar yozibdi. 7-o'rinda turar ekan GitHub community'da eng ko'p yulduz olgan projekt bo'yicha. Boshqa roadmaplar ko'rsatsa ham boshqalari ham bor. Yo'da ko'p. O'zgarib turgan oxirgi bitta 3 aprelda o'zgargan ekan.
o'zingizni roadmapingizni ham yaratsangiz bo'ladi bu yoqda. Xullas